hozir stansiyani ochib qarasangiz ham 758 ming pulingiz bor. Bilib o'tiribman sizni. Aka, menga hozir dal nima? 1 ming bo'lsa ham tayyoring 10 mingga roziman mayli. Gap tushunadigan odammisan? 100 ming pul kerak emas, aka, menga birovning puli kerak emas. Inotam o'zingning pulingni olib, o'zganing pulini olma degan. Pul yo'q emasan, uyingdan qo'ysam nima qilasan? Mana sab beraman. Asl pulni qaytarib beringizlar. 10 kundan keyin olasan dedim, o'zbekcha qilib tushuntirdim senga. O'zbekcha qilib tushuntiryapsiz. 10 kundan keyin uxlading degan qarorchi. O'zbekistonda bir haftadan keyin qarz ochsa, u uxlagan hisob u. Sizlarga ham shu Andijonda shundaymi? Pasam uxlabsan, ochiqchasiga aytsam. O'zi 3 kundan beri ishlamay yotibman, uxlaganim yetadi o'zi. 50 ming pul kisangiz yo'qmi? Yo'q, sharoit yo'q. Nimaga olasam kent oldi chagasiz senga? Sigaret chekasiz? Ha. Senga po'q qo'ymasmi? A shunga topyapsiz-ku pulni. Tutingga. Zaybal bola ekansan, tushunyapsanmi? Aka, hozir stansiyani ochib qarasangiz ham 758 ming pulingiz bor. Bilib o'tiribman sizni. Voy, qanaqa bola?